Sonrasında bu kızım mahkeme va men hozir chetdek joy qilib berdi ular uchun ajoyib qafas qurmoqchiman. Ha, bo'ldi. Endi yana ko'p topish kerak. Va albatta, bu yerga judayam ko'p tosh kerak. Hamda bositcha o'ynayman menimcha endi. Ha, ko'p kerak endi bu yerni qilib tashlaman endi. Shu. Formachilar. Men porno qilib chiqdim. Qayerlar chutdi. Tepa qismi atay bu videolar uchun tayyorladim bu joyda ishqilib. Va boshqa o'rinda paydo bo'lmasa bo'ldi. Va bu yerda men barcha moblarni qilmoqchiman. Bu challenge o'zimga-da. Launch 3 judayam yaxshi. Akrobatlik yaxshi emas, mayli. Bo'ladi. So. Va men birinchi mobim yaxshi. Judayam kuchli ekan bu narsa. Va ikkinchi yaxshi. Bu uchinchi. Va hozir men ko'paytiraman, keyin bittasini qilichimni olaman. Hamda bunga ovqatda menga. Mana bo'ldi. Endi asalari. Butun boshqa что jitildi. Sen kevsiz jitilsan. Bilasan mana. Bo'ldi, o'ldi. Xo'sh, endi men ko'p o'ldirishgan qilichimni ozgina kuchaytirib oldim. Va zombi. Xo'sh, va oddiy zombi. Telefonim. Va hozir oddiy zombi. Hali men birinchi osillardan boshlamoqchiman, keyin qiyinlarga o'taman. Xo'sh, va menda yana bittasi turibdi, ikkita yaxshi ko'p. Hali kelajakda eltib olsam menga ko'p bo'ladi. Bunaqasi juda ham ko'p kerak bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Unda skelet. Sen plus skelet juda ham yomonsan. Senda alamim bor. Bo'ldi. Kimlarni ko'ryapman? Axir bu o'g'imchak-ku, menda o'g'imchak bo'ldi. Va unaqa zombi yangi versiyaga qo'shilgan zombi sen bo'ldi. Yaxshi. Endi esa videoga navbat. Men bu yerda Blazejon yaxshimisan? Blazejon. Xo'sh, bu yer bo'ldi. Yomon ko'rma shuni. Va bu yerda skelet. Skelet. Yo'q. Mana bo'ldi, skelet ham o'ldi. Endi navbat. Magma ko'p. Bitta o'ldi. Maskart. O'qim tikib qoldi. Seni o'ldirgan bo'lardim. Maskart. Yo'q. Qaytamayapti. Magma ko'pda yo'qolibdi. Ushbu gazda o'ldi bo'lay. Maskart. Muqaki. Yetmayapti hattoki. Yomon ko'rman mashkasdi. Xullas, despawn bo'ldi va men boshqa mobni topdim. Va albatta zombi chiqa. Boshqalar hujum qilish boshlashdi. Mayli. Va mening ozgina jonim qoldi, obunachilar qo'ydi. Bitta jon. Juda ham yomon. Va meni aslaham sinib bo'ladi-da. Eng yaxshi aslahamdan bittasini aytib qoldi. Mayli endi bunga. Endi yaxshi o'qilaman va hozir biroda yaxshi kuchaytirib oldim. Va dragon tuxumni ismini chiqarib qo'yganman. Dragon tuxumini olib keldim bu yo'li. Bu anaqa cho'tki cho'ligina. Va totemjon bo'ldi. Yaxshi endi. Va bu yerda bitta ot qo'ygan ekan. Bu otni ham o'ldirmasam bo'lmaydi. Bu otni ham o'ldirdim. Va bu yerda yana bitta mob. Va bu yerda menga kerakli narsa bormi ekan? Oh my gosh, eng kerakli narsa borgan bu yerda. Men ko'kini o'ldirishim mumkin. Va men esimni topib keldim va mana bo'ldi. Endi mushukka navbat. Mushuk. Mayli. Va endi yetildi, uni joyga boshim kerak. Va unuchilarni olib keldim, golemni ham olib kelgandim, bitta olmadim. Va mana ko'p bo'lishlari mumkin, bu juda ham yaxshi. Endi bunga ozgina o'g'naymiz. Va bu yerga videolarda himoya uchun joy qilib qo'ydim. Hammasi tayyor. Va menda juda ham zo'r narsani ko'p qoldim, qaylar. Bu nayzasi bor, unaqa qilingan zombi aralashgan
Ali Nautilus hammasini TVdan tushishi mumkin. TVdan tushdimi? Mayli, buncha mashina oldi voy. Keyin o'l mana. Osh bu oldi. Tosh TVdan tushdimi? TVdan iltimos tushgan bo'lsin. Iltimos TVdan xo'sh. Tushmagan ekan. Mayli, men o'sha 4-levelli unaqani boshladim. Ana ozgina kutaman endi. O'sha boshlandi deyapsam, ozgina kutsam bo'ldi endi. Bu judayam uzoq vaqt oladi va men buncha videolarni ko'rdim. Bo'ldi, hammasini o'ldirishim shart. Bam. O't. Looting 2 bilan shunda ko'p tushyapti izimot. Mayli, hop. Ana. Bular judayam kuchli lekin. Mana saqlam sizlarga kuchliroq. Va bu yana bitta mob. YouTube'da judayam kuchli masha. O'lgan pidaras. Ikkita mob qoldi deyapti. Yana qaysi mob qoldi? Wait, mob remaining. Albatta unaqa ham bor ekan. O'ldirdim uni ham. Tashbaqa. Va bu yerda qolsa bu himoya qilib va bizning keyingi mobimiz bu anaqa. Xo'sh, mana. Barakalla, sen ko'lim, eng yaxshi ko'limsan. Seni o'ldirman, boshqa ko'lim yaxshi men o'ldiraman. Va bu yerda men kutganimdan kuchliroq paydo bo'lib qopti. Mayli, uni ham o'ldiraman. Xo'sh. Ana bo'ldi. Jonim. Yaxshi, bir o'ldirish mumkin. Vex. Juda ham kuchli-ku bular. Tezda yuga. Iltimos ko'lim mashada meni qutqar. Xudoga shukr, qochib qoldim. Bu Vexlar judayam kuchli. Mana shuni uxlab qo'y. Bu Vexlar faqat ko'limda tishiyotadi. Men tishim o'tmaydi bu Vexlarga. Va hozir men bu uni pochkani o'ldirishim kerak. Endi esa navbat bachka senga. Mana. Xo'sh. Ana bo'ldi. Waytda yo'q qildim. Senga waytda. Waytdan bo'ldi, men Wayt qahramoniman, qishloq qahramoni. Bu juda ham yaxshi. Qishloq qahramoni bo'lishga keyingi moblarni ham o'ldirishim kerak. Yana bitta unaqa bor edi-yu. Yana bitta AFK qani? Hozir bor edi-yu. Allalar Vexlar chaqirgan. Mayli, obunchilarni men taraxt topishim kerak. Bilasizlar, taraxt. Mana lunch sexi orqali va eshak. Eshakni o'ldirish vaqti keldi. Bu lunch sexi ajoyib ekan. Menga juda ham yoqib qoldi shu lunch. Sakraysam va borsam bo'ldi. Juda ham oson. Va men obunachilar men yerda seni yenga olishim kerak bo'ldi. What the fuck? Juda ham kuchli. Bo'ldi. Tepat. Kodlama. Bolta sho'rgan cho'chqa juda ham kuchli bo'ladi. Yaramas. Va olaman men nesetimda. Va bo'ldim. Yaxshim qopqon qolgan ekanman. Buni yaramas, men otyapti bemalol. Uni oldi sinematiki. Nima nishonga olmadim. Yana nishonga olmadim. Bo'ldi. Urdim endi navbat boshqalarga. Bu yerda sandiqda hammasida menga Nezit upgrade olishim kerak bo'lsa, juda ham kerak bo'ladi menga Nezit upgrade. Buni o'qilib olaman. Va yopdi. Buni qarayman. Xo'sh. Yaxshi bo'ldi. Bu yerda yaxshi narsalar bor ekan. Bo'ldi. Nezit tromp. Nezit. Bu yerda obsidian ham kerak bo'ladi. Bu qilichlar bu keraksiz. Bo'ldi. Va yana bir topdim va bu yerda oltin. Menga oltin yoqadi. Yo'q, chiqmas. Yo piercing olaman buni. Kerak ekan meni hozirda. Sharpness yo'q, keraksiz. Obsidian ishlash kerak. Bu yerda yaxshi kamon. Effectiveness kerak emas. Bu kerak. Bu qog'ozni va pullar menga ham kerak bo'ladi. Bu ham kerakli. Sabzi bitami yeymi? Yo'q, to'g'ri pul ekan. Yo'q. Bitta unaqa bo'lgan. Mayli.
Yig'laqabiydan judayam kerak bo'ladi menga hali. Bu albatta Netherite upgrade degannaqa va men bu yerda qo'noq gaz topdim. Judayam yaxshi. Va menga bu kerak bo'ladi bunalar. Bana buni ichiga tiqib qo'ysam bo'ldi. Va bu yerda yana bitta. Nasibimizda yana bitta bo'ldi. Yana bitta. Judayam omadliman men. Bittasini oldim, ikkitasi o'zimga qoladi. Uchalavisini ham qo'yib qo'ydim operatsiyalar. Yaqinda o'sib chiqadi. Menga ko'proq o'sishi uchun bularga. Yaxshi. Va men qabilarni topganim, chotki. Men bu yoqqa olib chiqmasam bo'lmaydi. Bu menga judayam yoqadi bu joylar. Albatta men elita olishim mumkin. Hammadan menga ko'proq elita kerak. Boshqa moblarni tezroq o'ldirish uchun. Hozir telefonim anaqasi 50 kun. Judayam yomon. Bu yerda yana mana shular qo'yim qoladi. Yo'qmaslar. Bekorga qilib olmaganmanmi? Judayam ko'p mashg'ul bo'ladi. Bittasi qochib ketdi. Va bittasi mana bu yerda oldim. Meniki bu. Ikkita meniki bu. Xullas men oldim obrachilar. Bu judayam qiyin bo'ldi, lekin muhim oldim. Endi bu yerda yaxshi buni oldiman. Va men olgan birinchi narsalarning bittasi sharpness uni breaking menga judayam kerak bo'ladi bu hal narsa. Va effective photon uni breaking menga kerak. Bu judayam yaxshi. Burnishing buji. Protection ochib ham kerak dema. Varshi cho'tko'rni qilgan narsa olaman. Nisvoiz olmasam bo'lmaydi. Va men boshladim editga. Bu judayam qiyin bo'ldi, lekin men editani oldim. Muhimi men editani olganman men. Ko'rsalarimga elita. Men buni olishim uchun judayam ko'p vaqt ketdi. Lekin muhimi oldim buni. Qizg'anskina. Hozir olbanskina. Mana ko'rdilar olmaslar va qiyin bo'ldi. Endi men ko'p moblarni o'rganishim kerak. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Judayam qiyin bo'ldi va menga keyingi qismlarda ham qolaysizlar. O'g'limcha yaxshi. Biz hozir esimdan chiqardi mashinasini olish. Endi esimdan chiqmaydi. Tushib ket. Pastga tush. Tezroq bo'l. Umidlar o'ldim bundan keyin ham. Overworld tushib ketdim va oldim. Oldim. Qanday yaxshi obunachilar, men buni oldim. Ulgudim eng muhimi, lekin kabinatan bo'ldi. Endi bu muhimi oldim men buni. Judayam yaxshi va qayda men nima olgan qayda. Ham uni oldim, buni oldim shu. Lekin totam bermagan bo'ldi o'vaka. Keyin sira yana divide qilaman. Tutilmadi, hammasini olaman. Xo'sh, bugungi videoda men hozir hisoblab chiqsam video bo'yicha nechta mobni o'ldirganimni hozir hisoblab chiqaman. Xullas men 35 ta mob kill qildim. Minecraftda 96 moblar bor ekan, 55 ta jami qoldi endi. Mayli, keyingi videoda albatta shu moblarni hammasini olishga qilaman, chunki men elita bor endi. Elita bilan bu juda ham oson bo'ladi. Shunchaki 5 ta like yig'ib beringlar va men bu videoni ikkinchi qismini, 10-qismini olaman. Va bu juda ham yaxshi bo'ldi. Shunchaki videoga like bosinglar.